Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan yana o'sha Rexjon va bugungi videoda dahshat bitta mod topib qo'ydim. Bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana o'zi va videoni tagiga ham, kommentiga ham silkasini tashlab qo'yaman. Bolalar mana bu Nebox Make Pack degan mod men o'rnatganman. Buni Amazon qilib, shu globaldan o'rnatasizlar. Uni hozir qanaqaligini sizlarga ko'rsataman. Bolalar shunchalik zo'rmi? Tasavvur qilib bo'laman. Tasavvur qila olmaysizlar bolalar. Qo'yib qoldim. O'zim ko'rib qo'yib qoldim bolalar. Turishni qarang bolalar. Nekim turibdi bu yerda? Bu yerda skinim turibdi. Yo. Nechimi? Qanaqa mod ya? O'zim ko'rmaganman bunaqa modni. Setting настройкаga ko'rasizlar, настройкаlarga ko'rasizlar. Qo'yilgan bu. O'yinda chaqirib sizlarga ko'rsataman. O'yinda ichida shunchalik ko'p narsa ko'p. Ana ko'rib havasizlanib qolib ketadi. Obuna va like bosib, qo'llab-quvvatlab, ilikda bo'lsa только stream obuna bo'lib qo'yamiz. Sizlarga iltimos. Internetni o'chirib qo'ydim. Sim karta tushmayapti. Ha, bo'ldi. Nima bo'lsa ketdi. Chiqamiz. Videoga qaytamiz. Sizlarga ko'rsatib beraman. Shunchalik ham zo'r mod bo'ladimi, bolalar? Qo'yil qolyapman ha. O'tyapti, telefon qizidi. O'tyapti. Server. Ana ishlayapti. Mana. Hech kim yo'q bo'lsa ham kiraveramiz, bizga farqi yo'q. Juda muncha ko'p narsa bor. O'qib ketasizlar, ho. Ishoninglar gapimga. O'qib ketasizlar, ichida narsalar ko'p. Kiradi, ko'ramiz. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yamiz. Chatimizda har kuni o'qishim server ketadi. Hozir bolalar o'ynab yotibdi. O'zlari serverdan, lekin men sizlarga shunchalik zo'r mod topib qo'yib, sizlarga yo'llashmoqchiman. Sizlarga yo'llashmasam men bo'lmaydi. O'zim juda zo'r bo'lmagan bu. Do'stlarimga aytdim, ular ham hayron qoldi. Men topib qo'yganman buni. Telegram kanalimga tashladim birdan. Kirib olaverasizlar. Obuna va like, please. Bosib ilikda bo'lsak, to'liqqa stream inshaalloh. Ilovadan stream qila olmayapman, bo'lmayapti. Nimaga kirmayapti? Sabrim chidamayapti. Sizlarga shunchalik ko'rsatdim, ketyapti. Bu modda shunchalik ham zo'r mod bo'ladimi? O'tib qoldingmi? Video olayotganda bunday qilmaydi. Ha, bo'ldi, kirdi. Ha. Nima gap bu? Ne etib qoldi bu? So'raydim, nimaga etib qoldi? Mayli, shunday o'zim to'g'rilab olaman. Ko'rsatmoqchi bo'lganim.
Mana invertorning yonboshida ikkita yaqa turgan narsa bor. Bu xuddi kompyuter notebooklarga o'xshab o'zgartirar ekan. Ko'rasizlar? Shuni o'zgartirib berar ekan. Sandiqqa kiramiz. Sandiq mana shu bor. Uzun narsalar bor. Bu yoqda level, serverda necha level ko'rsatib turganini ko'rsatadi. Serverda deb mana bu darajani, keyin bu yoqda sandiq 36% bo'lsa 35% dan ko'rgan deyapti. Shuni ko'rsatib turar ekan. Va kompus ko'rsatib turar ekan. Va bu bir nima qilib beradi? Menimcha tushunmadim. Shu bir. Va video lektorlaringizga kerak bo'ladi bu. Keyin sakkiz ishlamaydi ekan. 3 bor. Minecraft Java kerak bo'ladi bu narsada. Minecraft Java kerak bo'ladigan narsa mana. Bu ko'rsatib turadi. Shu bilan hamma bilan xayrlashamiz do'stlar. Hammaga xayr. Bu modni shu maza qilib ishlataverasizlar.